Davlatimiz rahbari o'z nutqida tobora o'tkir tus olayotgan iqlim o'zgarishi muammolariga ham alohida to'xtaldi. Jumladan, Orol dengizi qurishining salbiy oqibatlari jahon hamjamiyatining doimiy diqqat markazida bo'lishi lozimligini ta'kidladi. Jumladan, mamlakat yetakchisi Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi nutqida Markaziy Osiyo iqlim muloqotini joriy etishni maqsadga muvofiq deb hisoblayman. Biz Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining Markaziy Osiyo global iqlim tahdidlari qarshisida umumiy farovonlik yo'lida hamjihatlik rezolyutsiyasini qabul qilish tashabbusini ilgari suramiz. Uning asosiy mazmunini kelgusi yil Samarqandda bo'lib o'tadigan xalqaro iqlim forumida muhokama qilishni taklif etamiz degan so'zlari yuqoridagi fikrlarning tasdig'idir. Va bu o'z navbatida mintaqada iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatish, zamonaviy suv tejash texnologiyalarini joriy etish, umuman ayni masala yechimiga global miqyosda yondashishning eng samarali va to'g'ri pozitsiya sifatida e'tirof etilmoqda. Ta'kidlash joizki, davlatimiz rahbari 2017-yil tarixida birinchi marta Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida Orolbo'yi masalasini ko'targan va bu yo'nalishda qator tashabbuslarni ilgari surgan edi. Ularning barchasi shu paytgacha realizatsiya qilindi. Prezidentimiz qayd etganidek, bugun Orolbo'yi ekotizimini qayta tiklash bo'yicha ishlar izchil davom ettirilyapti. So'nggi yillarda dengizning qurigan tubida 2 million gektar maydonda sho'rga chidamli cho'l o'simliklari ekildi. Prezidentimiz o'z chiqishida bu yo'nalishdagi yangi vazifalarni e'lon qildi. Ya'ni 2030-yilgacha ushbu hududning 80% qismida yashil qoplamalar hosil qilinadi. Hurmatli prezidentimizning tashabbusi bilan bizning xalqaro Orol dengizi innovatsiya bo'rayi tuzilgan bo'lsa, bugungi kunga kelib bizlar 70 dan oston mamlakatlar bilan oldingi qator institutlar, olimlar bilan birga ishlashib o'tiribmiz, ham aymog'imizda qator joylarni amalga oshirib o'tiribmiz. Masalan, aytadigan bo'lsak, bugungi kunga shekim ilmiy bizning loyihalarimizni hisobga oladigan bo'lsak, 1200 dan oslam o'simlik turlari sinalib, shu aymoqda adaptatsiya qilib fermerlarimizga tarqalib, bu bo'yicha juda ulkan yetkinliklarga ega bo'ldik. Qolaversa-ki, O'rta Osiyoda birinchi marta genetika bankining tuziluvi, o'simliklarning 2000 dan ko'p turlarini bugunga jinagan bo'lsak, kelajakda 30 mingga shekim jinav biz alga maqsad etib qo'yibmiz. Sababi bu o'simlik turlarini uzoq muddatga jinagan holda keyingi avlodimizga yetkazib beru bu ulkan alga qo'ygan maqsadlarimizning biri bo'lib hisoblanadi. Buning hammasi hurmatli prezidentimizning Birlashgan Millatlar Sho'rkamining Bosh Assambleyasida Orol bo'yicha chiqib so'ylagan so'zlarining keyingi bo'lgan жұмыстар bo'lib hisoblanadi. Shuningdek, prezidentimiz suv resurslari taqchilligi masalasiga ham e'tibor qaratdi. Ta'kidlanganidek, hozir dunyo aholisining 2 milliarddan ortig'i toza ichimlik suvidan foydalanish imkoniga ega emas. Mamlakatimizda ushbu global muammoga qarshi kurash bo'yicha ham sezilarli ishlar olib borilyapti. Ariq va zovurlarni betonlashtirish, tomchilatib sug'orish texnologiyalarini joriy etish va shu kabi ishlarni misol sifatida keltirish mumkin. Prezidentimiz bu yo'nalishda ham endigi vazifalarni e'lon qildi. Ya'ni, mamlakatimizda suvni tejash bo'yicha Butunjahon forumini o'tkazish rejalashtirilgan. Mazkur anjuman yakuni bo'yicha suv inqirozini barqaror taraqqiyot uchun jiddiy tahdid sifatida belgilash mo'ljallanmoqda. Bu borada global darajada innovatsion texnologiyalarni joriy etish uchun alohida yo'l xaritasi qabul qilinadi. Prezidentimiz bu taklifni ilgari surganlarida birinchidan dunyodagi bo'layotgan iqlim o'zgarishi natijasida suv tanqisligi. Demak, qanday yumshatish kerak uni? Respublikamizda oxirgi yillarda suv tejash bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirilyapti. 2,5 million gektar yerda suv tejash texnologiyasi joriy qilindi. Bu tomchilatib sug'orish texnologiyasi, diskret yoki bo'lmasa lazerli tekislash va boshqa suv tejash texnologiyalari joriy qilindi respublikamizda. Va bu namuna sifatida ko'rsatishimiz mumkin bo'lgan holatdir. Suv tejashni xalqaro miqyosda o'tkazilishi bu boshqa qit'alarda ham kuzatilayotgan yoki bo'lmasa ekspertlarning fikricha 2030-2040-yilgacha kutilayotgan suv tanqisligini oldini olish bo'yicha hozirdan ko'rilayotgan choralar deb bilamiz.